أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz bugün Allah subhanahu ta'alaның fazl ihsan ve inayeti bilen okumak olan dersimiz lev degan muşu kelimeninki muş harf şartninki babı. Lev degan harf şart qayada, qay şart astıda işiltilidi, nemi kirdi, bunun haqiqiy ma'nosi nima degandek qisqacha mush ustida to'xtalamiz inshaalloh. Nadim deydi o faslu lav. Lavning faslisi. Lavning babi. لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤه مستقبلا لكن قبل وهي في الاختصاص بالفعل كإن لكن لو أن بها قد تقترن وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يبيك با deydi. Musannif deydi hem de bir yerde lev o nima harf şart deydi. Lev şartның harfidir mazida. Ve az oludu o levnin yakın buluşu mustakbalin muzariga yakın buluşuna bu mu ba ama az. Lakin kubil. Aşındak o lev muzari yakın bulup yanlış kip kasço ve onu bu nimdep çörüp taşıtmay kubul kılındı. Bu yılki az degen baptinken şu nayte kendinken mışnak kip mi kalgaş baken dep onu kubul kılındı. Galiba o nimede madi kirodu. Madida nime şartın rolünü oynaydı. Ama bazı vakitte muzariq mi kirdi? Aş muzariq kirip kalgalığı sizni bek hayran kaldığınız son onu kubul kılsınız boludu depti. Demek levni ikki xil ishiltishda ishlatilgan bo'ldi. Ikkisining biri masdariy bo'lib ishlatilgan bo'ldi-da. Lav masdariya. Yana o'zining kendi kelgan pilning o'zicha masdariga yetkazadigan, masdariga cho'radigan. Buning alomati nima desa, an degan an masdariyaning. An masalan pil muzarining masdariga yurib cho'ryapti, masdariga yetkazdi. Aş en masdariyanın çoğu aş levnin orunda tushning durust bo'lishi u nima u levninki masdari lev masdariya bo'lishning alomati shu. Levni ikki xil tariqada ishlatiladi. Birisi lev masdari bo'ladi. Onun alomati en degan mushu pilmuzarin nasb qilgan huruf nasibninki ay lavning o'rinda tushishning durust bo'lishi bu bir alomati. Masalan, vadittu law qama zaydun degan o'xshash. Vadittu law qama zaydun. Mana modi kirdi. Law. Vadittu law qama zaydun deganda cho modi kirdi. Bu yerda law bu pil modini cho uni cho'rib yo'tkab nima qildi buni qamani qiyamah deb masar o'tkab qo'ydi. Vadittu qiyamahu. Vadittu qiyama zaydin degan o'xshash deydi. Buningki gap so'zlari bu mavsulat babida keng kushada tafsili bayon qilindi o yuqorida. Xoliqalloh bo'lsa, ism mavsulning babiga murojaat qilish bo'ladi inshaalloh. Asan ikkinchisi endi buni ikki ishiltish var degan xilovning. Birisi ana shu moziga kirish, modining zarf shart rol o'ynash.
Bunun muzariğimi kirişine ait az buluş. Hem de o وهي في الاختصاص بالفعل كإن لكن لو أن بها قد تقترن ولو pilg'il xos bo'lishda inga o'xshaydi. Bu lav harf shart bu pil xos bo'ladi. Qandaqki in degan harf shartni pil xos bo'lgandek, lav harf shartni pilg'il xos bo'ladi deydi. U lav pilg'a xos bo'lishda inga o'xshashdir. Lekin ama shart bor. Lekin agar lekin lav agar yaqin bo'lsa lekin lav ba'zi yaqin bo'lib qoladi. Shu nimaga lavga an yaqin bo'ladi. An yaqin bo'ladi shu vaqtda angiz bu nimaga bu pilga xosgan deb tushunamiz deydi. Shu vaqtda bir in o'xshaydi ekan, in shartiga o'xshaydi ekan deb tushunamiz deydi. Qachon qaysi vaqtda ay lavg'u anna yaqin bo'lib kelsa. Masalan qandoq deganda لو أن زيدا لو أن زيدا قائم لقمت degan laqumtu yoki laqumtu degandek lav anna zaydan men mushun qanday bo'ldi deganda bu an mushu lav nimaga o'xshash bo'ldi pilga o'ng'ishilishda pil hosilishda inga o'xshadi lekin bu lav u lavga ba'zida an kirdi deydi lekin lav ba'zida yaqin bo'ladi ash lavga anni yaqin bo'ladi lav anna zaydan deb lav anna zaydan qoimun laqumtu yoki laqumta do'stakmi degan o'xshash mana shunaqa anni yaqin bo'ldi dema lavga mushu vaqtni o'zicha desa bu inga o'xshash pilg'il bilan o'ngchiladi deydi. Xo'sh, demak, bu ikkinchisi shartiy bo'ladi. Avvalgisi masdariy bo'ladi, avval ishiltish. Ya'ni shu lavniki madxulini masdar ko'ryapti. Vadittu law qama zaydun degani vadi taqdir uning qadar hukmatdi. Vadittu qiyama zaydun degan shu qamancho qiyam hukmat. İkinci shartiy bo'ladi. Shartiy bo'lish faqat bu pil modiga, ma'nan pil modiga kiradi. Law qama zaydun لو قام زيد لقمت degan o'xshash. Mana bunun dışını bo'ldi, sharti bo'ldi. Bunda ma'nan modigacha kirdi deydi. Agar Zayd tursa men turdim. Zayd o'ndan qopsa men qopdim degan o'xshash. Buni bu lavni ulamolar ikki xil yo'sinda tafsir qildi. Lazat lavning ma'nosi qanday gapsadi bu? Bu qanday harf bu deb. Desa, lav degan o'zining boshqa bir narsa yuz berganligining jahdidan yuz bergan narsa debdi imom Sibayning tafsirida. İmam Sibay bu lavning ma'nosini nima debdi? Annaha harfun lima kana sayaqau liwuqu'i g'ayrihi. O'zining boshqa bir narsa yuz berganligi uchun yuz bergan narsa. Boshqa bir narsa bo'lganligi uchun bo'lgan narsa. Başka bir narsa bo'lmaganligi uchun bo'lmaydigan narsa. Demak, uning bo'lishi o'zining g'ayriga murtabit, g'ayriga aloqador, g'ayriga bog'liqlik. Mushundaq surat keladi bu nima lav deydi. Buni Imom Sibay bunda tafsir qildi. Imom Sibayning g'ayri debdi, bunun boshqasi bu harf imtina debdi. Harfum tinain limtinain. Lavning ma'nosi harfum tinain limtinain. Bir narsaning cheklanishi bir cheklanishning bo'lganligi uchun. Masalan, qanday Qur'oni Karimda kelganga o'xshash. Law kana fihima alihatun illa Allahu lafasadatar degan. Agar billah o law kana fihima asman va zaminda mushu olamni idora qilib turayotgan, butun koinotni idora qilib turayotgan Allohdan boshqa yana bir iloh bo'lsa, agar bu qolsa, undaq mavjud emas.
Eğer bu kapkasa la pesadata bu dünya asman o zemin ço işkilis ço ontay kontay ketette. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Elbette başkası buzul ketet. Ama buzulmadı. Alemin özün tertibi, öz nimço tızıkı, öz ritibinç kitwazdı. Aşı buzulmaganlığının özü nime dese, bu asman ziminde. Bu nimede, bu ilahdan başka, yani Allah'tan başka bir Allah'ın bulmaganlığı. Fakat muşu kainatni idare qilib turayotgan Allohdan boshqa Allohning bo'lmaganligini mushuni din birdo bildirdi. Mushuni derak berdi. Demak bu harf imtina limtina. Bir narsaning cheklanishi bir cheklanishini jahdidan. Demak olamning buzilmasligi yeni bir ilohning bo'lmaganligi uchun. İmtinaun limtina. Bu İmam Süveyd'in başka alim ölümalınki lev goğan bahası yaki lev goğan tefsir iken. İmam Süveyd depti yüzün başkası, başka bir narsa, yüzbegellik için yüzbergen narsa. Harpun lima kana sayakau li vuku'i gayrihi. İmam Süveyd. İmam Süveyd'in başkası çok harpun tinain limtinain. Manda tefsir kıptı. Bu keyinki bu İmam Süveyd'in başkalarının bu tefsiri meşhur bo'lgan bo'lsin-u, ammo amaliyoti shu avvalgi shu harpun lima kana sayaqau li wuqu'i g'ayrihi degan shu lavninki avvalgi İmam Süveyd bergan tarifi eng durust, eng haqiqiy, eng sog'lomroq deydi. Gerçi ikinci tabir meşhur olan bosmu. Harpun tina'in limtina'in. Meşhur boğan bosmu. En sağlam, en güçlü kararı harpun lima kana sayaqav li vuku'i gayrihi degan İmam Sibey'nin tarifi aşağı güçlü kararı şu deydi. Hoş. Ee, وإن مضارع تلا صريب وإن مضارع تلاها صريبا إلى المضي نحو لو يبي كبار. Eğer yakın olsa o nimige lavga muzari yakın olsa ve eğer muzari yakın olsa o muzari ya ki o muzari ga yak eğer yakın olsa eğer muzari yakın olsa o muzari ay lavga yakın buptu. Demek lavның aqsınço muzari kip kaptı. Qanda qılındı onu degende onu filmadi şu qaytırıp etildi. Lav yepi kapa o'xshash deydi. Agar vafo qilsa u kifoya qiladi. Vafo qilsa yetadi shu. Yetarli bo'ladi, kifoya qiladi deb. Lav yepi kapa deganlar. O'zi buningda mana mavo lavcho pilmuzari yandishib keldi. Buni modi ko'rsatamizki u lav yapini lav vafo kapa degan bo'ldi deydi. Lav yepi kapa deganlik siz nima u qandaq muzorga o'tkazildi buni lav vafo kappa deb agar vafo qilsa u kifoya qiladi degan o'xshash deydi. Yuqoridan bu lav faqatlik bilan ma'nan modi bo'lgan narsaga lav g'oliba ma'nidichu modi pilmozi bo'lgan narsaga yaqinlashadi degan gap yuqorida biz uni o'qidik. İkinci şart şu demesi. Lavni iki xil işletilgan bulup bir masdariga endi şartiye deb. Şarti bo'lishing shart nimasi g'oliban nimada ma'nan fil modi bo'lgan narsaga shuni yondashib keladi deb. Lav qama zaydun laqumtu degan o'xshash masalan nima degan. Am bu lav mushkil lav ko'pincha shu ma'nan modi bo'lgan narsa keladi. Hem bir yerde onun için bazı muzarimi kip kalıdı o değil. Ma beytinin takazzasmış şu. Bir yerde
u lavdinki muzari qilib qolsa yutkodda u lav u muzarining ma'sincho modi o'tkab qo'ydi deydi. Masalan debdida ba'zi she'r kelibdida ruhbanu madyana ruhbanu madyana vallazina ahittuhum يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجدا deb. Bu Madyanninki rohiblari. Madyan Misrniki shu Tur Sina viloyati tarafi ashanara ko'zsudi buningdan hozirgi Sant Katrin degan yerlar. Shu Sant Katrin degan yerlardi. Shu yerdagi bir nima ekanda Madyanninki rohib chirkovning poplari. Vallazina ahittuhum va ular bilan man undaq bir zot, undaq bir Madyanning rohiblari. Anda bir kişilerki men zamandaş oldum ben ulağa. Ulağa men zamandaş oldum. Ula jığlaydı ula. Azaptın korkup ultuğan halda yani jığılganlığını ben ne buldum, köydüm deydi. لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. Eğer ansidi ola, kandaki ay azapninki kalamını men anlagandak ola ansidi, elbette jıklattı ola, Rabbil İzza ve Celal üçünçü ruku kılgan ve secde kılgan halatta yani jıklat dedi. Harru li izzete ruk'u ve sucuda. Men şeyde lev yesma'una diyenimizde lev semi'u değildi o demek. Şimdi kanda kılındı pil madiniço pil muzarinço maziga tasrif kılındı. Ve in mudari'un talaha suripa ilal mudiyyi nehu lev yepi kapa. Aşın şu. Mendak pil muzari o levga yanlış kip kalsa. Kaytırıldı. O pil muzari neço? Muzarilik altıdan mazi kaytırıldı. Lev yepi kapa diye uçsuz. Ma şiir من لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا لو يسمعون deganimizda لو سمعوا كما سمعت degan o'xshash bu yerda lavdin kelgan pil muzorini mozigacha tahvil qilib o'tildi, yo'tkib o'tildi mana shunga o'xshash. Ama bu yerda lav uchun shu bizni qotgan lav uchun javob bo'lish kerakda. Buning javobi ya pil modi bo'ladi, ya pil mudoriki lam bilan nafi qilingan pil muzori bo'ladi. Ya pil modi, ya lam bilan manfi bo'lgan pil mudori bo'ladi. Nima? Lavning javobi. Talama biz bu lavni shart degan bo'lsak, o shartning javobi bo'lish kerakda. Buni javobi ya pil modi, ya lam bilan nafi qilingancha pil mudori bo'ladi. Agar uning javobi musbat qilib qolsa, endi u lavning javobi musbat qilgan bo'lsa, ko'pincha holatda uning javobi lamg'i qilishib keladi. Law qama zaydun laqama amrun degan so'z. Mana javobi qama amrun shu. Agar zayd o'rnidan tursa, nima amrim o'rnidan turdi degan so'z. Bu yerda javob nima bo'ldi? Musbat bo'ldi. Ko'p holatda bu lam g'iyqim bo'lib keldiki, laqama amrun deb manda qilib keladi deydi. Ammo uni asbat shu durust. Law qama zaydun qama amrun des umumaydi. Bu durust, u durust. Qachon lavning javobi musbat bo'lsa, ko'p holatga lam g'iyqim bo'lib keladi. Ba'zida lamsiz bir ko'p qilib qoldi uni asbat durust. Agar u endi lam bilan manfi yutdi. El degandek. Pul muzari yutdi, lam bilan manfi yutdi. Buning uchun qanday qilmaydi degan uni lam kelmaydi. Law qama zaydun lam yaqum amrun deymiz. Hargisi law qama zaydun lalam yaqum amrun dilmaydi deydi. Lam kelmaydi vaqt. Agar u lam bilan manfi olmaydi, law bilan manfi yutdi. U vaqtda u lamdan tal to'kis unuchi yap yalang'och qilindi. Law qama zaydun ma qama amrun degan o'xshash.
u mavlen nep yolda mana maqama emrun deb. Lev qama zeydun maqama emrun. Lev qama zeydun mesela lev harf şart, qama pil şart, qama pil madil, pil madi, pil madi merfu mebni alel fath. زيد فاعل مرفوع بالضمة وعلامة الضم الرفع الظاهرة مثلا ما قام أمر الجواب الشرط bu nimlen boldu degende bu maulen boldu. Bununki bu menfi oldu ama maulen bu lavның cevabı maqam emrunda. Bu vakıtta küpün çalda bu lamdın yalana şüp geldi dedi. Lav qama zeydun maqama emrun. Yani bu katli yalanaş oldu emez köp halette. Ve o lamgıço yakın buluşmu bazı durus. Lav qama zeydun lema qama emrun da bu lam bilen mandak yakın kep kılış bu mu durus deydi. Ama ağlap nime lamdın yalanaş kılış. Kaçan maulen nepi kılınsa. Hoş. Dersimizin devamı inşallah. Keyinki mevzuda ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.